Allo, sizni nomingizga Xitoydan noqonuniy tarzda buyurtma zakaz qilingan ekan. Agar hozirda pulni to'lamasangiz, siz butun umr qamoq jazosiga tayinlanishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan Netflixda Tailand tomonidan ishlangan yangi film haqida gaplashamiz va bu film telefon firibgarlari haqida juda ham aktualniy mavzu. Tailandda yashovchi Ornari ismli ayolning telefoniga bir kun qo'ng'iroq qilishadi va bir qiz operatorlik qilib, "Siz Ornari ismli ayolmisiz? Sizni turishingiz, manzilingiz bu yerda joylashgan. Pasport seriyangiz esa shunaqa, to'g'rimi?" deydi. O'shanda ayol hamma narsani tasdiqlaydi va boyagi operator qiz ayolga qarab, "Men hozir trubkani politsiyasiga beraman" deydi va politsiyskiy telefonni olgandan so'ng, "Siz Ornari ismli ayolmisiz? Sizni nomingizga noqonuniy tarzda Xitoydan buyurtma zakaz qilingan ekan. Hozirda shu pullarni siz bizga qaytarmasangiz, siz butun umr qamoq jazosiga tayinlanishingiz mumkin" deydi. Buni eshitgan ayol tezda boyagi politsiyskiga o'zini bankini shotini, pullarini jo'natadi va shundan so'ng boyagi politsiyskiy ayolning shotidan hamma pulni yechib olgandan so'ng, "Xizmat uchun rahmat" deb telefonni o'chiradi. Ayol esa qo'rqib ketib shu nomerga qayta qo'ng'iroq qilganda, afsuski siz terayotgan raqam tarmoqda mavjud emas degandi va ayol tezda turmush o'rtog'i bilan birgalikda politsiyskiga borganda, politsiyskiy ayolga qarab, "Bunaqa narsalar hozir juda ham rivojlanib ketgan va telefon firibgarlari juda ham yomon, aqlli bo'lib ketishgan" deydi va ayol o'sha kunning o'zida $15,000 pulini yo'qotadi va shundan so'ng ayol o'ziga o'xshagan ikkita qiz bilan tanishadi. Bittasining ismi Bao edi, ikkinchisining ismi esa Fey edi. Fey doktor bo'lib ishlagani uchun shunaqa telefon firibgarlari orqasidan $97,000 pulini yo'qotadi va Bao ham juda ham katta pulini yo'qotadi va shundan so'ng uchta qiz birlashib o'sha telefon firibgarlari qayerda ishlashini topmoqchi bo'lishadi. Bu filmni agar siz kriminal detektiv janrini yoqtirsangiz, обязательно ko'ringlar. Aytgancha obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.